mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Yasin. Ey Muhammad, ushbu hikmatli Qur'on bilan qasamyod etamanki, haqiqatan siz payg'ambarlardandirsiz. Ey Muhammad, ushbu hikmatli Qur'on bilan qasamyod etamanki, haqiqatan siz payg'ambarlardandirsiz. Siz to'g'ri yo'ldadirsiz. Bu Qur'on qudratli va rahimli Allohning nozil qilgan kitobidir. Toki ota-bobolari ogohlantirilmay g'ofil bo'lib qolgan qavmni ogohlantirgaysiz. Bu Qur'on qudratli va rahimli Allohning nozil qilgan kitobidir. Toki ota-bobolari ogohlantirilmay g'ofil bo'lib qolgan qavmni ogohlantirgaysiz. Ularning ko'plariga kufrda bo'lurlar degan lafz muqarrar bo'lgandir. Bas ular iymon keltirmaslar. Dar haqiqat biz ularning bo'yinlariga kishanlarni solib qo'ydik. Ular kishanlar to iyaklarigachadir. Bas ular kekkayuvchidirlar. Yana ularning oldilaridan bir to'siq parda, ortlaridan bir to'siq parda qilib, ularni o'rab qo'ydik. Bas ular ko'ra olmaslar. Ey Muhammad, siz ularni ogohlantirdingizmi yoki ogohlantirmadingizmi, ularga barobardir. Iymon keltirmaslar. Siz faqat zikr, Qur'onga ergashgan va Rahmondan g'oyibona qo'rqqan kishilarnigina ogohlantira olursiz. Bas o'shalarga mag'firat va ulug' mukofot, jannat xushxabarini bering. Albatta biz o'liklarni tiriltirurmiz va ularning o'limidan oldin yuborgan amallarini hamda qoldirgan asoratlarini, ommaga foydali yoki zararli ishlarini yozib qo'yurmiz. Biz aniqlab beruvchi imom Lavhul Mahfuzda barcha narsani hisobga olganmiz. Ey Muhammad, siz ularga qishloq ahlini, u joyga elchilar kelgan paytini misol keltiring. O'shanda biz ularga Iso orqali ikkita elchini yuborganimizda, ular ikkisini yolg'onchiga chiqarishgach, uchinchi elchi bilan quvvatlantirdik. Bas uchala elchi Antokiya ahliga haqiqatan biz sizlarga iymonga da'vat qilish uchun yuborilgan elchilarmiz dedilar. Ular sizlar ham xuddi bizga o'xshagan odamlarsiz. Rahmon Alloh biror narsa vahiy nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz dedilar. Elchilar aytdilar: Rabbimiz bilurki, bizlar albatta sizlarga yuborilgan elchilardirmiz. Bizlarning zimmamizda faqat Allohning vahiysini sizlarga aniq yetkazishgina bordir. Ular dedilar: Bizlar sizlardan shumlanmoqdamiz. Qasamki, agar da'vatlaringizni to'xtatmasangiz, sizlarni albatta toshbo'ron qilurmiz va sizlarga biz tomondan alamli azob yetar. Elchilar aytdilar:
shumlanishingiz sababi o'zlaringiz bilandir. Sizlarga nasihat qilinsa shumlanasizlarmi? Yo'q, sizlar haddan oshgan qavmdirsiz. Shu payt bir kishi shaharning chekka joyidan shoshgancha kelib dedi: "Ey qavmim, bu elchilarga ergashingiz, o'zlari hidoyatda bo'lgan va sizlardan haq so'ramaydigan zotlarga ergashingiz." U yana aytdi: "Nega men o'zimni yaratgan zotga ibodat qilmayin? Sizlar ham uning huzurigagina qaytarilursiz. Men undan o'zgalarni iloh qilib qolaymi? Holbuki agar Rahmon menga biror zarar yetkazishni istasa, u ilohlarning shafoatlari menga biror foyda bera olmas va ular meni azobdan qutqara olmaslar. Bu holda men albatta aniq zalolatda bo'lurman-ku. Haqiqatan men Rabbingizga iymon keltirganman, meni eshitib qo'yingiz." So'zlariga boqmay, uni qatl qilishgach, unga jannatga kir deyildi. U joydagi noz-ne'mat va izzat ikromni ko'rgach, u aytdi: "Qani edi, qavmim bilsa, meni Rabbim mag'firat etganini va meni mukarram kishilardan qilganini." So'zlariga boqmay, uni qatl qilishgach, unga jannatga kir deyildi. U joydagi noz-ne'mat va izzat ikromni ko'rgach, u aytdi: "Qani edi, qavmim bilsa, meni Rabbim mag'firat etganini va meni mukarram kishilardan qilganini." Biz undan durodgor Habib qatlidan keyin uning qavmi ustiga osmondan biror qo'shin azob farishtalarini tushirmadik. Biz shoshilinch tushiruvchi emasmiz. Faqat birgina qichqiriq bo'ldi-yu bas, birdan ular o'chib, o'lib qoluvchilardir. Bandalarga hasrat, nadomat bo'lgayki, ularga qachon bir payg'ambar kelsa, albatta uni masxara qiluvchi bo'ldilar. Axir ular o'zlaridan oldin ham qancha avlodlarni halok qilganimizni, o'shalar ularning oldiga dunyoga qaytib kelmayotganini ko'rmaganmidilar? Albatta barchalari qiyomatda bizning dargohimizda hozir qilinuvchidirlar. O'lik qo'rib yer ular uchun qayta tirilishga bir alomatdir. Biz uni suv bilan tiriltirdik va undan turli donlarni undirib chiqardik. Bas ular undan yemoqdalar. Yana biz unda yerda xurmozor va uzumzor bog'larni paydo qildik va u yerda buloqlarni oqizib qo'ydik, toki odamlar mevasidan yesinlar. Holbuki u mevalarni o'z qo'llari bilan qilmagan edilar. Axir shukr qilmaydilarmi? Yer undiradigan narsalardan, odamlarning o'zlaridan va yana ular bilmaydigan narsalardan iborat barcha juftlarni yaratgan zot Alloh tasbih aytilishga loyiqdir. Tun ham ular uchun qudratimizdan bir alomatdir. Biz undan kunduzni sug'urib olishimiz bilanoq birdaniga ular zulmatda qolurlar. Quyosh tinmay o'z qarorgohi sari sayr qilur. Bu aziz, qudratli va alim, bilimli zotning o'lchovidir. Biz oyni ham toki u eski xurmo butog'idek bo'lib egilib qolgunicha manzillarga botadigan qilib o'lchab qo'ygandirmiz.
na quyosh oyga yetishi mumkin va na tun kundan o'zuvchidir. Quyosh, oy va yulduzlarning har biri bir falakda suzib yuradilar. Biz ularning zurriyotlarini Nuh payg'ambar yasagan to'la kemada ko'targanimiz va to'fondan qutqarganimiz ular uchun qudratimizdan yana bir alomatdir. Yana biz ularga xuddi o'sha kemaga o'xshash ot, tuya kabi minadigan narsalarni ham yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilurmizda, so'ng ular uchun biror yordamchi bo'lmas va ular qutqarilmaslar ham. Faqat biz tomondan bo'lgan marhamat sababli va ma'lum bir vaqtgacha hayotdan bahramand bo'lishlari uchun muhlat berilur. Qachonki ularga rahmatga erishishingiz uchun oldingizdagi oxiratdan va ortingizdagi dunyodan qo'rqingiz deyilsa, quloq solmaslar. Ularga Parvardigorlarining oyatlaridan biror oyat kelsa, albatta ular o'sha oyatdan yuz o'giruvchi bo'lurlar. Qachonki ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilingiz deyilsa, kofir bo'lgan kimsalar iymon keltirgan zotlarga istehzo bilan, agar Alloh xohlasa, o'zi oziqlantiradigan kishilarga bizlar taom beramizmi? Sizlar shubhasiz aniq salolatdadirsiz derlar. Yana ular, agar rostgo'y bo'lsangiz, aytingizchi, mana shu va'da azob qachon bo'ladi derlar. Ular o'zaro bahslashib turganlarida ularni tutuvchi birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar, xolos. Bas ular na biror vasiyat qilishga va na oila ahliga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat kuni sur chalinishi bilan birdaniga ular qabrlaridan Parvardigorlari sari sug'urilib chiqurlar. Ular xohlamizga voy, kim bizlarni uxlayotgan joyimizdan uyg'otdi deganlarida ularga aytilur, mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar so'zlagan rost narsa qiyomatdir. Faqatgina bir qichqiriq bas, birdaniga ularning barchasi bizning dargohimizda hozir qilinuvchidirlar. Mana bugun hech bir jonga nohaqlik qilinmas va sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan amallaringizga qarab taqdirlanursiz. Albatta jannat ahli u kunda rohat va farog'at ishlari bilan shoddirlar. Ular o'z juftlari, xotinlari bilan birga soyalarda, so'rilarda suyanib o'tirurlar. Ularga u joyda turli mevalar va ular uchun istagan narsalari mavjuddir. Ularga rahimli Parvardigor tomonidan salom aytilur. Ey jinoyatchilar, bugun endi mo'minlardan ajralingiz. Men sizlarga dunyoda bildirib, ey odam bolalari, shaytonga ibodat, itoat qilmangiz, chunki u sizlarga ochiq dushmandir. Menga ibodat qilingiz, mana shu to'g'ri yo'ldir demaganmidim? Men sizlarga dunyoda bildirib, ey odam bolalari, shaytonga ibodat, itoat qilmangiz,
chunki u sizlarga ochiq dushmandir. Menga ibodat qilingiz, mana shu to'g'ri yo'ldir demaganmidim? Shayton sizlarning ichingizdan ko'p avlodni yo'ldan ozdirdi. Axir aql yurituvchi emasmidingiz? Sizlarga dunyoda va'da qilingan jahannam mana shudir. Dunyodan kofir bo'lib o'tganingiz sababli bugun unda jahannamda kuyingiz. Bugun biz ularning og'izlarini muhrlab qo'yganmiz. Bizga ularning qilib o'tgan ishlari haqida qo'llari so'zlab, oyoqlari guvohlik berur. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini yo'q qilgan bo'lar edik. Ana u holda ular yo'lga shoshardilar-u, lekin qayoqdan yo'lni ko'ra olsinlar? Agar biz xohlasak, ularni turgan joylarida maymun, to'ng'iz yo tosh kabi narsalarga aylantirib qo'ygan bo'lar edik. So'ngra ular oldinga yurishga ham qodir emaslar va orqalariga ham qayta olmaslar. Biz kimga uzoq umr bersak, uning vujudini ham egik, zaif qilib qo'yurmiz. Axir aql yurgizmaydilarmi? Muhammadga she'rni ta'lim bermadik va unga shoirlik mumkin ham emas. U vahiy faqat zikr, eslatma va aniq Qur'ondir. U tirik, aqlli kishilarni ogohlantirish va kofirlarga azob haqidagi lafz muqarrar bo'lishi uchun nozil qilingandir. Axir ular uchun o'z qo'limiz ishi bilan chorva hayvonlarini yaratib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Mana ular o'sha hayvonlarga egadirlar. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yin sundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardan va o'shalardan yegaylar. Yana ular uchun o'sha hayvonlarda turli foydalar va ichimlik sut, qaymoqlar bordir. Axir shukr qilmaydilarmi? Alloh ibodatini qo'yib, yordam olish umidida ilohlarni tutdilar. Ular soxta ilohlar naqd qo'shin bo'la turib, ularga yordam berishga yaramay